lekin men kontentlaringizni ko'rib boraman aka, bilasiz, ana nima deb qo'ygan mana shu NBN nima qo'ysam, misol uchun hammasini ko'ramanda, mashinalarning narxini ko'rib, to'g'risini aytdim, misol uchun aka, men Toshkentdan keldim. Bilaman Yoki aka. Toshkentning o'zida Rosa xursand bo'ldim. Shunday telefon qildingiz-ku menga. Yo'ldaman dedim. Ana gaylarni nimasi kerak 150 da bosib keldim. Voy Yetib maşallah. kelay dedi. O'rtoqlar Toshkentdan kelyotgandilar. Men Yo'lda edim. Toshkentdan chiqib, aynan Jizzaxga NBNga kelyotgandim. Bitta shu narsaga ajablangan joyim, Toshkentda kamida 200 dan oshiq salonlar bor, misol uchun mashina oladigan salonlar bor. Lekin aynan nimaga NBN desanglar, misol uchun xohlasangiz nasiya savdoga bor, xohlasangiz naqdga bor. Xohlasangiz 50% to'lasangiz, nomingizga o'tkazib berishadi. Xuddi shunday. Men o'sha narsalarni bilib keldim, narx jadvali haqiqatdan boshqa joydan ancha arzon. Endi misol uchun bizani ko'ra olmaydigan odamlar bo'lishi mumkin, bizani misol uchun tushunmaydigan odamlar bo'lishi mumkin. U odamlar bilaman kamaytiradi. Birinchi yozgan narsasi, men borib ko'rdim, men bunaqa qildi deydi. Lekin aynan NBNdan mashina olib ketgan nechta odam bo'ladigan bo'lsa, misol uchun o'shaning ichida hamma Yozib qo'ysin. Bizdan mashina xarid qilganlar qanaqa shartlarda olganlaringni halolmi yoki bank aralashdimi yoki ribo aralashganmi? Prosta o'zlaring yozib ketinglar.